uyda o'qiydigan vaqtim maktabda bolalar bilan qo'shilishib o'ynab, kulib dars o'tgim kelar edi. Hozir mana ko'ryapsiz, bolalar bilan aql-inoq bo'lib, o'ynab, kulib dars o'tamiz. Bularni oldin uylarda yakka tartibda o'qitganman. Uydan astalik bilan sinfga o'rgatdim. Bolalarimni ko'rishdi mana shu o'quvchilarim. Juda ham sevinib kelib ketadigan bo'lishdilar. Oldingidan hozirgi paytlar juda ham yaxshi. O'quvchilarim bilan ular juda ham do'stlashgan bolalarimiz. Bolalarimizni hozirdan yoshligidan shular bilan birga nima qilsak, Xudo xolasa jamiyatimiz yana gullab yashaydi deb o'ylayman. Uyga ta'lim bilan hozirgi inklyuziv maktab ta'limi juda katta farqi bor. Hech qachon kamsitilgandek yo bo'lmasa men yurmadim-ku degan gap aytmaydi. Menda imkoniyatim cheklangan degan fikr yo'q hozir mening farzandimda. Men informatika faniga qiziqaman. Shuning uchun o'g'illarim bilan uyda shug'ullanaman. Maktabda ham sho'rada bor, stream xonasi bor. Yangi fanlar qo'shildi. Men kelajakda darschi bo'lib, loyihalar yaratishim mumkin.